Bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda ushbu sohada sodir etilayotgan jinoyatlar soni ham ortib bormoqda. Fuqarolarni kiber jinoyatlardan himoya qilish, ularni huquqiy ong va axborot xavfsizligi bo'yicha bilimlarini oshirish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan tizimli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamentining mas'ul xodimlari tomonidan metro bekatlari, aeroportlar hamda temir yo'l vokzallarida yo'lovchilar bilan bevosita muloqotlar o'tkazilib, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadbirlar davomida fuqarolarga internet orqali firibgarliklar, bank kartalari bilan bog'liq jinoyatlar, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalari yuzasidan muhim ma'lumotlar yetkazilmoqda. Shuningdek, yo'lovchilarga axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan flayerlar tarqatilib, metro bekatlari, aeroport va vokzal hududlarida maxsus tayyorlangan profilaktik video lavhalar namoyish etilmoqda. Ularda kiber jinoyatlarning keng tarqalgan turlari va ulardan himoyalanish usullari sodda va tushunarli tarzda yoritib berilgan. Ichki ishlar xodimlari kelishdi, kiber xavfsizlik haqida ma'lumotlar berishdi, tushunchalar berishdi. O'zim uchun kerakli xulosalarni oldim. Ichki ishlar xodimlari kelib, kiber jinoyat xavfsizligi to'g'risida tushuntirishlar berishdi. SMS kodlarini begonalarga bermaslik haqida tushuntirishlar berishdi. O'zim kerakli xulosalarni oldim. Kiber xavfsizlik haqidagi ma'lumotlarni bizga tanishtirib o'tishdi. Unga asosan shaxsiy ma'lumotlarni hamda shubhali fayl haqidagi ma'lumotlarni sir saqlash kerakligi aytib o'tildi. Mazkur profilaktik tadbirlar aholining hushyorligini oshirish, axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish hamda axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ichki ishlar organlari tomonidan bu borada targ'ibot ishlari respublikamizning barcha hududlarida izchil davom ettirilmoqda.